Shou-biznes olamidan yana bir xabar. Taniqli turk aktyori Halit Ergench haqida hozir juda yomon xabarlar tarqaldi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Videoroliklar kengroq tarqalishi uchun like hamda podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldirishni yodingizdan chiqarmang. Ayshi Barim ishi bo'yicha tergov harakatlari davom etmoqda va guvoh sifatida ishtirok etganlarning barchasi hamon huquq-tartibot idoralari xodimlarining diqqat markazida. Jumladan, yolg'on guvohlik berishda ayblanayotgan Halit Ergench turk shou-biznesining qora ro'yxatiga tushib qolgan. Aslida nima bo'lgan edi? Ayshi Barim 2013-yilda Istanbuldagi Gezi bog'ida hukumatni ag'darishga qaratilgan norozilik namoyishlarini uyushtirganlikda ayblanib, joriy yil 27-yanvar kuni hibsga olindi. Turk ommaviy axborot vositalari qayd etilishicha, Barim 12 yil avvalgi noqonuniy harakatlarda ishtirok etgani uchun umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan. Usmon Kavala bilan yaqindan tanish bo'lgan. Shu sababli u hozirda 12 yil avval bo'lib o'tgan mamlakat to'ntarilishiga yordam berganlikda va hukumatga qarshi namoyishlarda qatnashganlikda ayblanmoqda. Shuningdek, Ayshi Barim Turkiya kino sanoatini yagona monopoliyaga aylantirib, atrofiga muxolif g'oyalari mavjud bo'lgan aktyor va aktrisalarni to'plashga uringanlikda ham gumon qilinmoqda. U Hande Erçel, Serenay Sarikaya va boshqa mashhur turk yulduzlari bilan hamkorlikda ishlagan. Sudga taklif qilingan Halit Ergench esa Ayshining ajoyib inson ekanligiga iymoni komilligini va sud unga nisbatan nohaq ayblov qo'yishga urinayotganini aytgan. Bu voqea 2025-yil 28-yanvarda ma'lum bo'ldi. So'ng Turkiya prokuraturasi olingan ma'lumotlardan qoniqmay aktyorga ayblovlar qo'ydi. Oradan 2 oy vaqt o'tgani bois ish yopilgandek tuyuldi, ammo ma'lum bo'lishicha, vaziyat yanada jiddiy tus olgan. Aktyor taqdiri nima bo'ladi? Turkiya matbuoti xabariga ko'ra, prokuratura Halit Ergenchning o'zini himoya qilishga urinishlarini jazosiz qoldirmaydi. Yaqin kunlarda Turkiyada navbatdagi sud jarayoni bo'lib o'tishi rejalashtirilgan. U yerda prokurorlar Muhtasham 100 yil filmi yulduzi bo'lgan ma'lumot bergani bo'yicha dalillar taqdim etishadi. Agar sud aktyorning foydasiga bo'lmasa, Halit Ergench 4 yilga ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin. Bundan tashqari, yana bir aktyor Rizay Koja o'g'liga ham shunday ayblovlar qo'yilgan. U Tuzoq va Chuqur seriallardagi rollari bilan tanilgan, deyiladi xabarda.